chiqish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, juda ham katta ma'lumotga ega bo'lishdi va bizda qo'ng'iroqlar kelishni boshlagan ulardan birini, ya'ni birinchisini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuviga tushdingiz. Savolingiz bormi advokatimizga? Ha, savolim bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum. Televizorga qaramasdan telefonga gapiravering. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozirgi kunda ikkinchi guruh nogironman. Xo'p. Men hozir havo almashtirganda chetga chiqadigan bo'lsam, nogironlik pensiyam o'chadimi? Gapiravering, eshityapmiz. Shuni bilmoqchi edim. Savol tushunarli Muzaffar aka? Nogironlik pensiyasi nima bo'ladimi deyshadi? Nogironlik, mana shu savolingizni boshidan qaytarib yuboring. Men hozir kunda ikkinchi guruh nogironiman. Ikkinchi guruh nogironisiz? Chetga chiqmoqchi bo'lsam, Chet havo elga almashtirgan, chetga chiqmoqchi bo'lsam, nogironlik pensiyam o'chadimi, o'chmaydimi? nogironlik. Tushunarli. Opajon, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Siz bilan aloqani uzyapman. Advokatimiz javob beradilar. Marhamat Muzaffar aka. Chet elga dam olgani, turist sifatida yoki bir davolangani chiqishlikda nogironlik pensiyasini olish olmaslikka umuman aloqasi yo'q. Ya'ni nogironlik pensiyasi to'xtatilmaydi. Chunki barcha fuqarolar kabi nogironlik bo'lgan fuqarolar ham chet elga chiqishga, dam olishga, barcha huquqlarga ega. Masalan, pensioner nafaqa olayotgan pensioner chet elga chiqadigan bo'lsa, masalan, umra safariga boradi yoki dam olgani borishi mumkin, chet el mamlakatlariga havo almashtirgani borishi mumkin. Nafaqasi to'xtab qolmaydi-ku. O'sha yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil. O'zi qonunchiligimizda 3 xil pensiya bor. Ulardan bittasi nogironlik pensiyasi. Nogironlik pensiyasini oluvchi fuqarolar ham boshqa pensionerlar kabi barcha nimalarga, huquqlarga, barcha nimalarga ega, imtiyozlarga ega. O'shaning uchun bu chet elga dam olgani borish, havo almashtirgani yoki davolangani borish uchun nogironlik pensiyasi to'xtatiladi degan bir qonunchilikda hech qanaqa bir ma'lumot mavjud emas. Tushunarli. Bemalol borishlari mumkin. Savol bergan yurtdoshimiz bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana advokatimiz sizga javob berdilar va biz keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Yuristga savolim bor edi. Savolingizni faqat televizorning ovozini pasaytirib bering. Marhamat. Assalomu alaykum. Yuristga savolim bor edi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Men ikkinchi guruh nogironiman, tog'am qo'lida yashayman. Menga uy-joy bo'yicha davlat menga Opajon, televizorning ovozini pasaytirib qo'ying dedim-ku. uy tegadimi? O'chirib qo'ying mana shu ovozni, televizorning ovozini. Uzr, aloqani uzishga majburman. Efir sifatini buzib qo'yapsizlar azizlar. Savolni biz tushunmay qolamiz bunaqa paytda. Iltimos, efir madaniyatiga rioya qilinglar. Bizga telefon qilayotgan paytingizda televizorning ovozini pasaytirib qo'yinglar. Televizor bilan gaplashmanglar, qo'lingizdagi mobil telefon bilan gaplashinglar. Savolni ana shunda batafsil tushunib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men uzilishib qoldim. Opajon, televizorning ovozini o'chirib qo'ying, iltimos. Assalomu alaykum. Marhamat. Savolingizni eshitamiz. Men o'zim ikkinchi guruh nogironiman, tog'am qo'lida yashayman. Shu uy-joy bo'yicha shug'ullanib olmayapman. O'shanga menga nogironlik bo'yicha tog'am qo'lida yashash bo'yicha imtiyoz bormi menga? Uy tegadimi? Harakat qilyapman, olmayapman. Ijtimoiy himoyada yolg'iz ayollarga o'zi kimlar kiritiladi? Savol tushunarli ekan, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz, advokatimiz qo'shimcha qilasiz? Javob beradilar. Aloqani uzdim, salomat bo'ling. Xo'p, savol bo'lyapti. Nogiron, ikkinchi guruh nogironi sifatida o'zlari yolg'iz ekan, shu tog'alarning qo'lida yashar ekan. Tog'alarning qaramog'ida. Qaramog'ida ekan. Uy-joy olish mumkinmi? deyapti. Albatta uy-joy olishi mumkin. Faqat hozir uy-joy berish tartibi ikki xil tartibi bor-da.
o'zini mablag'iga sotib olishi mumkin. Agar mablag'i yetmaydigan bo'lsa yoki yo'q bo'ladigan bo'lsa, davlat yordamida. Ya'ni subsidiya asosida. Subsidiya asosida uy olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'zini qonunchilik bilan belgilangan tartib-tamoyillari bor. Bu masalada vakolatli shaxs sifatida Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'sha ariza bilan murojaat qilinadi, o'zini nimasi bor. O'sha shabloni bor. O'sha arizani to'ldirib, nogironlik haqidagi hujjatlarini ham taqdim qilish kerak bo'ladi. Buni komissiya ko'rib chiqadi. Komissiya ko'rib chiqqandan keyin o'zi javobini ham beradi, xulosa qabul qiladi. Berish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Mumkin emas bo'ladigan bo'lsa, nima asosida mumkin emasligi? Chunki hozirgi yangi chiqqan qonunchiligimiz bo'yicha subsidiya olish uchun bir davlatda ishlamasdan turib ham olish mumkin degan imtiyozlar ham qo'shimcha qilindi bu narsa. Chunki oldin faqat davlat ishida ishlasa, olish haqisi yuqori bo'ladigan bo'lsa, keyin olish mumkin edi. Hozir bunga yana o'zgartirishlar kiritib, yana qo'shimcha yangi imtiyozlar va imkoniyatlar kiritildi. Shunga ko'ra, shu Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinsa, batafsil ma'lumotni oladi va javobni ham oladi. Agar olingan yozma ravishdagi javob yoki xulosada tanishib chiqqandan keyin bir noto'g'ri xulosa berilgan bo'lsa, marhamat, prokuraturaga murojaat qilishi mumkin yoki sudga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. TV advokat ko'rsatuviga tushdingiz. Savolingiz bo'lsa eshitamiz. Meni avtomashina bo'yicha savol bersam bo'laverami advokatimizga? Ozgina balandroq gapirasiz. Nima bo'yicha? Avtomashina. Meni oldi sotishi bo'yicha advokatimizga nimasi kerak edi, maslahat. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Avtomashina bo'yicha. Xo'p, gapiravering. Men bir 5 yil sotib olganman. Nima qilgansiz 5 yil oldin? Mashina sotib oldim o'zimga. Mashina, avtomobil sotib olgansiz. Ha, avtomobil sotib olganman. Bu olib sotadi. Ham egasini arzonligi bo'yicha mol mulkka qarab, bizga ham taqiq qo'yib qoldi. Xo'p. Alo. Hozir shuni nima qilsam bo'ladi? Men qolmay bo'lmoqchiman. Savolingiz ozgina tushunarsiz bo'lib qoldi-da, akajon. Iltimos, agar ilojisi bo'lsa, telefoningizdagi gromkani o'chirasiz. Tinchroq joyga o'tib olib, balandroq ovozda tushunarli, sekin-sekin qilib gapirasiz. Marhamat. Boshqatdan savolingizni takrorlang. Mashinani avtomashinani egasini arzonligi bo'yicha bitga berilgan. Nit mol mulkka qaratilgan. Mashinani oldi sotish shartnomaga asosan olganmisiz yoki generalniy доверенность orqali, ishonchnoma orqali olganmisiz? Orqali olganman. Ishonchnoma. Ishonchnoma orqali. Ha, bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Muzaffar akam batafsil javob beradilar. Xo'p, ya'ni shu generalniy доверенность deyiladi. Ishonchnoma orqali olgan bo'lsa, eski egasini bir qarzdorligi bo'lsa, bank oldida, soliq oldida yoki boshqa bir majburiyatlari, kreditor majburiyatlari, ya'ni qarzdorliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha kreditor, ya'ni bank bo'ladimi, soliq bo'ladimi yoki fuqaro bo'ladimi, undan haqqi bo'ladigan bo'lsa, sudga chiqqan murojaat qilgan bo'lsa, sud o'sha fuqarodan o'sha qarzdorlikni undirishga qaror chiqarib, ijro varaqa majburiy ijro byurosi, ya'ni MIBga chiqqan bo'lsa, MIB uni mulkiga qaratadi. Uni mulkiga qaratib turib, cheklov qo'yib qo'yadi, ya'ni taqiq qo'yib qo'yadi. Demak, bu odam endi o'zi aslida oldi sotish shartnoma asosida o'zining nomiga olganda, mashina o'zining nomiga o'tgan bo'lardi. Unda hech qanaqa bunaqa xavflar bo'lmas edi. Demak, to'lov majburiyati to'liq bo'lmagan, qisman bergan yoki variantga olganmi, generalniy доверенность asosida nima qilgan. Endi u haqiqiy ega, mashinaning egasini qanaqadir majburiyati bor shekilli, bunga nisbatan ijro hujjati bor. Endi qachonki o'sha
mashinani egasi o'zini majburiyatini bajarib, o'sha to'lovlarni qilsa, o'shandagina cheklov olinadi va o'shandan keyin cheklov olingandan keyin 6 soat shartnoma asosida yana mashinani o'ziga olib borish mumkin. Endi bu holatda agar qarzdorlik yuqori bo'ladigan bo'lsa, mashinani egasiga qaytarib, o'zini mablag'ini olib olish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu nizoni hal qilish ancha murakkablashadi. Chunki mashinani egasi agar men to'lamayman deydigan bo'lsa, qarzini men taxti yechib bermayman deydigan bo'lsa, bu odam mashinasiz ham qoladi, keyin pulni ham qaytara olmasligi mumkin. O'shaning uchun vaqtida kelishuv qilib turib, demak, qanaqa kelishgan ular, men bilmayman. Menimcha taxlar boshqa jarimalar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani bajarib berishni o'zini zimmasiga olgan bo'lsa kerak. Demak, hozir o'rtadagi kelishuv buzilyapti. Buzilgandan keyin mashinani qaytarib, pulini, mablag'ini olib olish kerak bo'ladi. Shu. Tushunarli. Azizlar, bizda reklamadan so'ng yana jonli efirga qaytamiz. Uzoqlashmang, qisqa reklama, marhamat. Jonli efirdagi TV advokat ko'rsatuvi davom etadi. Aziz teletomoshabinlar, bizda qo'ng'iroqlar to'xtagani yo'q. Ularni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz. Advokatimiz savolim bor. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Turmush o'rtog'im 57 yoshga to'ldi. Xo'p. 57 yoshga to'ldi. Qarilik pensiyasi ko'nadimi, yo'qmi? Hozircha gapiravering. 3 yil staji bor ekan. Shunga ko'nmaydi deb nima qilyapti, qaytaryapti. Savol tushunarli, Muzaffar aka? Savol tushunarli, aloqani uzyapmiz, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga asosan ayollarga 55 yoshdan, erkaklarga 60 yoshdan yoshga doir pensiya belgilab qo'yilgan. Endi agar yoshga doir pensiya yoshiga to'lganu, lekin staji ham masalan erkaklarga 20 yil stajga ega bo'lish kerak, ayollar 15 yil stajga ega bo'lish kerak deb qo'yilgan, yoki 20 yil ayollarga, erkaklarga 25 yil. Hozir endi yoshlari nafaqa yoshiga yetib o'tibdi ham, lekin staji yetmayapti ekan. Endi agar yoshga doir pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, ishlagan stajiga mutanosib ravishda pensiya tayinlanishi kerak. Agar pensiya tayinlashdan bosh tortilayotgan bo'lsa yoki rad qilinayotgan bo'lsa, unda yozma ravishda murojaat qilish kerak bo'ladi. O'sha byudjetdan tashqari pensiya ta'minoti o'sha hududlar bo'yicha bo'limiga, tumanda bo'lsa tumandagi, shaharda bo'lsa shaharga, o'sha yoshim 57 yoshga to'lganim sababli yoshga doir pensiya chiqarishlarini so'rayman deb ariza bilan murojaat qiladi. Agar mehnat stajini tasdiqlovchi mehnat daftarchasi bo'ladigan bo'lsa, shundan kopiya qilib taqdim qiladi. Ular ko'rib chiqib qaror qabul qiladi. Qarorda yo pensiya tayinlansin deydi, yo pensiya tayinlash rad qilinsin deydi. Agar rad javobini oladigan bo'lsa, unda ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Nimaga asosan? Agar rad qilish asoslari qonuniy bo'ladigan bo'lsa, demak 57 yoshdan emas 60 yoshdan chiqasiz deb yozgan bo'lsa, bu narsa qonunda ko'rsatilgan bo'lsa, demak shunga amal qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuviga tushdingiz. Assalomu alaykum advokat. Va alaykum assalom. Rahmat. Savolingizni eshitamiz. Men Andijon viloyati Sharxon tumanidanman. Xo'p. Uyga kiritish bo'yicha fuqarolik sudga ariza tashlaganmiz. Ariza tashlab, erim, xo'jayinim Polshada. Biz uyga kirishimizga qaynag'am, erim, ammasi qarshilik ko'rsatishyapti. Endi hozir qaror chiqdi. Qarorga erimi asha Polshada o'zi qaynag'alarini, ammalarini yozmabdi. Kirishimga qarshilik qilishyapti mashlar deb shular yozmabdi. Hozir ijroga borsam ijro atkazib qaytaryapti. Shuni yozdirib bering deb. Nimani yozmabdi dedingiz? Meni uyga kirishimga qarshilik ko'rsatyapti qaynag'am bilan erim, ammasi. Xo'p. Shuni qanaqa qilib bo'g'nasak bo'ladimi, yo'li bormi shuni? Qarorda qaysi manzilga, qaysi xonadonga kiritishligi
ko'rsatib o'tilgan. Ha. Majburiy ijro sud qarorini bajarmasdan nima deyapti uni? Mana yerda deyapti, siz uyga kirishingizda kim qarshilik qilyapti? Qaynog'ingizni Soipov Hasanboy bor. Hasanboy qarshilik qilyapti, ammasi qarshilik qilyapti. Shularning ismi, familiyasi yozilmagan-ku, deyapti. Unaqa narsa qarorga yozilmaydi. Qarorga faqat o'sha xonadonni qaysi qismiga, o'sha o'zlaring masalan turmushga chiqqan paytingizda birga yashagan qismi bo'lishi mumkin, o'sha xonalar o'zlaringga tegishli bo'lgan. O'sha xonadonni qaysi qismiga kiritishlik ko'rsatiladi xolos. U kimdirlardan ruxsat olish kerak yo kimdirlarning familiyasi u qayd etilmaydi, qarorga ko'rsatilmaydi bunday narsalar. U MIB xodimi sizga noto'g'ri tushuntirib beribdi. Bo'ldi. Hozir ashi nimaga deyapti-da, yozilmagan. Bu meni sudga qaytarib olib boring, yozib bersin ashlarni. Dedi, sudga olib borsam boshqatdan ijro ko'rib chiqiladi. Tushunarli sizning muammoingiz. Advokatimiz hozir yana qo'shimcha kiritadilar. Salomat bo'ling, aloqani uzyapman. Xo'p, rahmat. Endi agar sudning hal qiluvchi qarorida o'sha qaror qismida tushunarsiz ma'lumotlar bo'lsa, bir aniqlik kiritilmagan bo'lsa, unda sudning nomiga ariza berib turib, o'sha qarorga qo'shimcha yoki o'zgartirish qilib berishlikni so'rab, ariza bilan murojaat qilib va o'sha qarorda ilova qilib taqdim qilsa, sud tushuntirish qilib beradi. Tushuntirish kiritib beradi. O'zini chaqiradi, o'sha nimasini, davosini eshitadi. O'sha davosida Majburiy ijro byurosi xodimi tomonidan bir sud qaroriga nisbatan qanaqadir e'tiroz bildirgan bo'lsa, uni ijrosini bajarishga to'sqinlik qiladigan joyi bo'ladigan bo'lsa yoki nimadir yetmayotgan bo'lsa, u narsa qonunchilikda belgilangan. Sud buni ko'rib chiqib, hal qiluvchi qaroriga tuzatish kiritish haqida alohida ajrim chiqarib beradi. Demak, hozirgi holatda bu fuqaro o'sha sudyani nomiga arizani yozib, o'sha sud nimasiga olib borib taqdim qilish kerak. Taqdim qilgandan keyin ariza devonxonadan ro'yxatga o'tib, o'sha sudyaning o'ziga chiqadi. O'sha sudya chaqiradi. Chaqirib yoki o'sha arizada o'zi yozilgan bo'ladi. Hamma nimasi e'tirozlarni yozib bersa, ko'rib chiqib, o'zi qonuniy hal qilib beradi. Bu qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Siz jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingiz bormi? Bor. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Mening savolim shunday iboratki, ikkinchi bor ketganman xo'jayinimga, birinchi bor bilan ajrashmagan. Hozir eskida, xonadonning nomida uy. Opajon eshityapsizmi? Ha. Telefoningiz gromkasi ochiqmi? Yopib qo'ying, shuni o'chirib qo'ying. Alo. Endi gapiring, xotirjam. O'sha ikkinchi rozbordan. Boshidan savolingizni boshidan bering. Men xo'jayinim, ikkinchi turmushimdan xo'jayinim birinchi turmushdan zakot ajramagan. Uy qaynotamning nomida. Bu eskiydi, yangilayapman. Men qanchalik haqliman u uyda? Uy qaynotangiz nomidami? Uy qaynotamning nomida. Uyga sizni nimangiz yo'q uyda, sizni ulushingiz yo'q, faqat xo'jayiningiz ulushi bor xolos. Agar xo'jayiningiz o'zini ulushini ajratib beradigan bo'lsa, unga alohida hadya qilib beradigan bo'lsa, yo meros sifatida. O'shanda xo'jayiningiz nomiga yangidan kadastr hujjat tayinlanadi. Kadastr hujjat tayinlangandan keyin merosxo'r sifatida farzandlaringiz merosxo'r bo'lishi mumkin u uyga, lekin siz hozirgi vaqtda u uyga hech qanaqa bir haqdorlik joyingiz yo'q. Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Iltimos, hurmatli teletomoshabinlar, ozgina efir madaniyatini ham hisobga olinglar. Aloqa sifati yaxshi joyga o'tib olinglar. Eng asosiy sizlarga bir tavsiyalarimiz va shundan tashqari bizga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda imkon boricha televizorning ovozini pasaytirib, qo'lingizdagi mobil telefonga e'tibor qaratib, savolingizni xotirjam aytishingizni so'rab qolardik. Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Savolingiz bormi?
savolim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni farzandim o'tmadi. Va savolim bor. Meni farzandim o'tganida u bolamdan ikkita farzand qolgan. Ular uyda tashlab ketdi. Qaytib kelmadi. Ular merosga egami? Uy kimning nomida? Xo'jayinim nomi. O'g'lingiz nomiga o'tkazilmaganmidi? Yo'q. Bo'l tushunarli. Tushunarli. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun advokatimiz qo'shimcha kiritadilar. Agar xonadon qaynotasi nomida bo'ladigan bo'lsa, u ayol o'zini farzandlari bilan chiqib ketgan bo'lsa, demak hali meros taqsimoti bo'lmagan. Qachonki bu qaynota, ya'ni o'sha o'tgan nimani otasi o'zini farzandlariga o'sha uyda meros sifatida taqsimotini qilayotgan paytda o'sha o'tgan farzandlarini o'g'li farzandlari huquqiy voris bo'lib otasiga tegishli bo'lgan ulushni olishlari mumkin. Meros ishi ochilgan paytda albatta o'sha o'g'lini o'tib qolgan bo'lsa ham uni ulushini uni farzandlariga, ya'ni uni o'g'li bordir, o'g'lining nomiga meros sifatida berishlari kerak bo'ladi. Endi mulkni egasini o'ziga bog'liqda, farzandiga beradimi, bermaydimi? Tasarruf qilish huquqi o'ziga nima qilingan, yuklatilgan. Xohlasa o'zini farzandlariga beradi, xohlasa umuman begona odamlarga yoki qarindosh urug'larga nima qilishi ham mumkin. Demak, agar farzandi o'sha merosga loyiq bo'lgan bo'lsa, yaxshi farzand bo'lgan bo'lsa, meros masalasini adolatli hal qilinadigan bo'lsa, boshqa farzandlar bilan bir qatorda teng hissada o'sha o'tib qolgan farzandiga tegishli bo'lgan ulushni uni farzandlariga huquqiy voris sifatida ularga taqsimot qilib berish kerak bo'ladi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat, siz jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingiz bor, albatta. Bor albatta aka. Marhamat. Televizorga qaramang, televizorga qaramang. Aha. Telefonga. Aka, Aviksonga qo'yilgan bo'sh yerlari sotib olinsa, sotib olinsa, yutib olgandan keyin nalog chiqishni boshlaydimi aka, sirasi? Savolingiz tushunarli. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Xo'p, hozir barcha mulklar, yerlarni olish tartibi faqat auksion orqali bo'lib qolgan. O'sha onlayn auksionda qatnashadi, ishtirok etib, g'olib bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yutib olgan bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha davlat aktivlari boshqarmasi bilan o'rtada shartnoma tuziladi. G'oliblik bayonnomasiga asosan 6 soat shartnoma tuziladi va 6 soat shartnomada barcha huquq va majburiyatlari ko'rsatib qo'yilgan. Endi qachonki 6 soatli shartnomaga asosan bu yutib olgan shaxsning nomiga kadastr hujjatlari tayyorlanib, davlat ro'yxatidan o'tkazilib, mulk sifatida o'tgandan keyin u kadastr bazasiga kiritiladi. Kiritilgandan keyin aynan o'sha shaxsning nomiga soliq hisoblanadi. Ya'ni kadastr bilan soliqning o'rtasida bazada integratsiya qilingan, o'z-o'zidan bazadan o'sha soliqqa yuboriladi, u ko'rinadi. O'shandan keyin o'sha ko'chmas mulkka nisbatan yer solig'i bilan mulk solig'i hisoblanadi. O'shandan keyin to'lash boshlanadi. Egalik huquqi paydo bo'lgandan keyin to'lash majburiyati ham paydo bo'ladi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Ha, yaxshi. Advokatimizga savolingiz bormi? Borda aka, bu bolalarni pul olmoqchi edik. Xo'p. Bolalarim ham ishlamaydi, men ham ishlamayman. Tashqariga ustachilikka chiqamiz. Davlat ishida ishlamaymiz, shu chudor yurmaydi. Shu bandlikka pul to'lab, bola pul olsak bo'ladimi? Bolamiz endi 8 oylik bo'ldi. Savol tushunarli. Hurmatli fuqaro, savolingiz tushunarli. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Javob beradilar advokatimiz. Endi ishsiz deb
bolalar pulini olish uchun daromadi kam bo'lishi kerak. Yo umuman daromadi bo'lmasligi kerak. Buni ishsiz deb e'tirof etish uchun bandlikka murojaat qilinadi. O'zi bandlikda ro'yxatga olinadi. Ishsiz deb e'tirof etilganlik haqida o'sha ma'lumotnomani qanaqadir hujjat beradi. O'shani o'sha mahalla fuqarolik yig'iniga taqdim qilish kerak bo'ladi. Chunki bolalar pul masalasi vakolati o'sha har bir hududlar bo'yicha mahalla fuqarolar yig'iniga nima qilingan, yuklatilgan. Ular tomonidan o'rganish qilinadi. Agar nomida bir transport vosita bo'lmasa, uy-joy bo'lmasa, uchastka bo'lmasa, daromad olish manbai bo'lmaydigan bo'lsa, unda bolalar pul ajratiladi. Ya'ni ishsiz deb e'tirof etish haqidagi hujjat talab qilayotgan bo'lsa, bandlikka murojaat qilish kerak bo'ladi. Shu Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. TV advokat ko'rsatuviga tushdingiz. Savolingiz bormi advokatimizga? Savolim bor edi, aliment bo'yicha. Marhamat. Meni 3 nafar bolam bor. Hop. Xo'jayinim shu iyunda kelgan bo'lsam, sentyabr oyidan menga berganman. Sentyabr oyidan bizga aliment bergani yo'q. Shu fuqaro haligi xalq qabulxonasiga borib arz tashlaganman. Shundan keyin 500 ming qilib, ikki marta 500 ming qilib 1 million oldim. Shundan bek olganim yo'q. Ijrochimga telefon qilsam, unaqa deyapti, summa yetarli darajada emas deyapti. O'shungacha men olsam haqqim bormi yo'qmi shuni olishga meni? ijrochi nima deyapti dedingiz? Ijrochi haligi men unga chora borsa bermayapti-da uni uyiga. Yo'q. Bermayapti. Shunga endi sizni men ijro qilib ko'rish uchun deyapti, yetarli mablag', yetarli emas, summangiz, menga saqlamayman hozir, pulni bermayapti deyapti. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun ko'rsatuvni ko'rib turasiz, aloqani uzyapman. Agar aliment undirish bo'yicha sudning buyrug'i chiqqan bo'lsa, Majburiy ijro byurosi tomonidan undirish choralari ko'riladi. Agar o'sha qarzdor aliment to'lamaydigan bo'lsa, unga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi kerak bo'ladi. Uni MIB xodimlari juda ham yaxshi biladi. Birinchi chora bu ma'muriy qamoq. Ya'ni o'sha bir 2 oy to'lamagandan keyin ogohlantirish beriladi. O'shandan keyin ham to'lashdan bosh tortsa yoki daromadim yo'q deydigan bo'lsa ham, daromati yo'q, umuman ishlamaydiganlarga ham aliment belgilanadi. Alimentdan qochib qutulish iloji yo'q. Pensioner bo'lsa pensiyasidan to'laydi, talaba bo'lsa stipendiyasidan to'laydi. Nogiron bo'lsa nogironlik nafaqasidan to'laydi. Ishsiz bo'lsa ishsizlik uchun to'laydi. Baribir to'laydi. Hech qanaqa aliment bo'yicha tanasani men aytaman, hech kimga imtiyoz yo'q. Hech qanaqa imtiyoz qo'llanilmaydi. Majburiy ijro byurosi tomonidan tegishli qonuniy ta'sir choralari ko'rish kerak bo'ladi. Birinchisi bu ma'muriy qamoq jazosi. Ya'ni 15 sutka qamoqqa nima qilgandan keyin ma'muriy qamoqdan chiqqandan keyin ham yana to'lashdan bosh tortib to'lamayotgan bo'lsa, yana bir oy 2 oy muddat to'lamagandan keyin jinoiy ish qo'zg'atish vakolatiga ega majburiy ijro tomonidan. Uni jazosi o'sha jinoyat kodeksiga asosan 1 yil ozodlikdan mahrum qilish. 1 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilab qo'yilgan. Endi majburiy ijro byurosi tomonidan agar o'zini ijro harakatlarini bajarmayotgan bo'lsa, daromadi yo'q ekan, imkoniyati yo'q ekan degan vajlar bilan undirib bermayotgan bo'lsa, bu undiruvchi majburiy ijro byurosi ustidan shikoyat qilish kerak bo'ladi. Yo yuqori turuvchisiga, masalan, tuman bo'lsa, viloyatga yoki prokuratura organiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar unda ham natija bo'lmasa, tumanlararo ma'muriy sudga mansabdor shaxsni xatti-harakatni qonunga xilof deb topish bo'yicha ham murojaat qilish mumkin bo'ladi. Demak, hozirgi holat bo'yicha undiruvchi tomonidan tegishli joylarga shikoyat berish kerak. Tushunarli. Xo'p, azizlar, bizda reklama. Reklamadan so'ng yana jonli efirga qaytamiz. Uzoqlashmang, reklama. Jonli efirdagi TV advokat ko'rsatuvi azizlar davom etadi. Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Huquqiy masalalarda o'zingizga qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, ekranda raqamlar ko'rinishni boshlagan qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum. Allo. Allo, assalomu alaykum.
Opajon, televizorning ovozini o'chirib qo'yasiz. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Advokatimizga savolingiz bormi? Ha, bor. Ijtimoiy himoyaga qanday avvaliga assalomu alaykum. Ijtimoiy himoyaga qanday onalar, ayollar kiritiladi? Nogironlarga imtiyoz bormi uy-joy bo'yicha? Uy-joy bo'yicha. Yuqoridagi savolga. Salomat bo'ling, aloqani uzyapman. Muzaffar aka javob. Yuqoridagi savol ham xuddi shunga o'xshash bo'lgan, javob berildi. Nogironlarga imtiyoz masalasi bo'yicha o'sha subsidiya deyiladi buni. Subsidiya masalasi bo'yicha imtiyoz bor yo'qligi bo'yicha Davlat xizmatlari markazidan to'liq batafsil ma'lumot olish kerak bo'ladi. Endi nima bo'yicha ijtimoiy qiynalgan oilalarga ham qanaqa yordamlar borligi ham hozir u ham davlat xizmatlari orqali bo'lib qoldi. Avvalambor biror imtiyozga ega bo'lish uchun ijtimoiy qiynalganlar reyestriga ro'yxatga kiritilish kerak bo'ladi. O'shanda masalan farzandi bo'ladigan bo'lsa bog'chaga berishda navbatsiz bepul bepul nima qilish mumkin yoki qandaydir bir chegirma bilan berish mumkin. Mana ayollar uchun kreditlar bor. Tadbirkorlarni rivojlantirish uchun kreditlar ajratilgan. Barcha nimani o'sha ijtimoiy qiynalganlar reyestriga kiritilgandan keyingina shu huquqlardan, shu imtiyozlardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Buning uchun shu davlat xizmatlari markaziga murojaat qilsin. Nogironligini tasdiqlovchi hujjat bilan birga tasdiqlama qilgandan keyin endi nogironlarga qanaqadir imtiyoz, uydan chegirma bormi deyishga imtiyoz yoki yordam davlat tomonidan berilyapti, nafaqa to'lanyapti. Nafaqa endi soliqdan ham qanaqadir imtiyozlar bor ularga. Endi aynan uy bo'yicha subsidiya masalasi bo'yicha endi shu nimalarga tegishli joyga murojaat qilsa o'zlari aniq batafsil ma'lumot olishadi. Albatta. Bizda qo'ng'iroqlar bor, to'xtagani yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatib o'tasiz. Advokatimizga savolingiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Biz hozir bu doniki ruxsat Farg'onaniki-ku, endi bu bizga ham qarashi bo'ladimi, bo'lmaydimi Anjanga? Bo'laveradi, advokatimizga konstitutsiyamiz bir-ku, hammasi. Ha. Yo'q, demoqchimanki, bitta qaynag'am bor edi, savol qoldi, endi men o'ylantirgan narsa. 2-3 yildan beri yoshsida haligi oyoq qo'li mana bo'g'imlari borib o'sha juda puldan qilyapti-da, shunga qanday qilib olsa bo'lar ekan? Endi pensiya chiqdi, 9000 pensiya bilan yetmayapti. U doktorga bo'lgan ekan, har oyi davolanasan, o'sha 3 milliondan pul ketadi degan ekan, shu doktorda davolanish uchun. O'shanga kimga murojaat qilgan ekan? Hech qayerga yurgan yo'q, menda omilroqda, uncha tushunmaydi, nima sodda. Tushunarli, salomat bo'ling. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz oxirigacha. Aloqani uzyapman. Bugungi o'zi savollarimiz hammasi ijtimoiy yordam, nogironlik bo'yicha bo'lyapti. Bu bo'yicha endi bir joyda yotib qolgan bo'lsa, agar og'ir kasal bo'ladigan bo'lsa, nogironlikka chiqarish kerak bo'ladi. Imkoniyat cheklangan. Imkoniyat cheklangan bo'lsa, nogironlikka o'zi tegishli TMK degan tashkilot bor. Ular o'sha nogironlik gruppasiga chiqarish kerak bo'ladi va hozir menimcha chiqarishdi ham shekilli 900 ming nafaqa to'lanyapti deb. Bundan tashqari yana davolanish uchun qanaqadir imtiyozlar bormi degan nimaga imtiyozlar bor. Masalan, 1 yilda 1 marta yoki 2 marta bepul o'sha tegishli joylarda lecheniya olishlari mumkin, davolanishlari mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak degan savolga o'sha birinchi navbatda nimaga o'zlarini hududidagi poliklinikaga murojaat qiladi. Poliklinikaga murojaat qilsa, bitta uni ro'yxatga olib qo'yishadi. Kasalligini diagnoziga qarab turib, qanaqa imtiyozlar bo'lsa o'zlari aytadi. Chunki gumanitar tomondan kelingan dori-darmonlar, tarqatlar bepul, o'zini hududiy nimalari bor, vrachlari bor, patronaj medsestralari bor. Bunaqa bir joyda bo'lib qolgan kasallarda patronaj medsestralar tomonidan doimiy tarzda o'zi nazoratga olingan. Kerakli dorilarni ham olib borib beradi. Uga o'sha talabga to'g'ri keladigan nimalar bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha o'sha hududiy poliklinikasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. TV Ha, hozir. advokat ko'rsatuvdasiz. Ha, TV advokat. Xo'p, meni savolim bor edi. Marhamat. Turmush o'rtog'im o'tib ketishgan edi. 2 farzandim bilan qolganman. Xo'p. Endi hozirgi paytda mana hovli joyimizni nimaga boshqa nomiga o'tkazib berishgan deyishyapti, lekin dokumentni biz ko'rmaganmiz. Shuni so'ramoqchi edim, farzandlarni merosda o'sha ota joyida haqqi bormikan? Shuni bilmoqchi edim. Olsak bo'larmikan ajratib berishsa? Shu ota joyi kimni nomida? Ota joyi hozir o'sha anig'ini bilmayman. Qizlarimning nomiga, ammalari nomiga o'tkazib berishgan deyishgan. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Salomat bo'ling. Ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Aloqani uzyapman. Bu narsani endi o'sha hovli joyida kim nomidaligini bilish uchun kadastrga murojaat qilish kerak. Kadastrga murojaat qilgandan keyin agar o'ziga ma'lumot berishmaydigan bo'lsa, birorta advokatga murojaat qilib, advokat so'rovi degan narsa bor. Yozma ravishda murojaat qiladi, yozma ravishda javobini oladi. Qaysi huquqiy asoslariga ko'ra meros bo'lib o'tganmi, 6 soatda bo'lib o'tganmi, vasiyatnoma orqali o'tganmi, bu narsani ma'lumotini o'sha kadastr hujjatida o'zi ko'rsatib qo'yilgan. Endi demak, xo'jayin o'tib qolib, xo'jayinini ota-onasining nomidagi uyda qaysidir farzandga hadya qilib bergan bo'lsa, to'la to'kischa. Unda bular hech narsa qilinmaydi. Agar farzandlariga taqsimot qilib bo'lib berib, aynan shu o'tib qolgan farzandlariga hech qanday ulush ajratilmagan bo'lsa, unda sudga murojaat qilish mumkin. Chunki o'tib qolgan farzandlari merosxo'r hisoblanadi. Demak, hozir 2 farzandi bor deyapti-yu. 2 farzand. Shu 2 farzandi o'zlarini otasini ulushiga merosxo'r hisoblanadi. Agar meros ishlari bo'layotgan bo'lsa, unda bular sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Yoki notariusga notariusdan ham ko'rish mumkin bo'ladi. Notariusdan ham kim nomiga o'tganligini bilish mumkin. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz TV advokat ko'rsatuvdasiz, jonli efirdasiz. Advokatimizga savolingiz bor albatta. Ha, bor edi. Men ajrim bo'yicha telefon qilyapman. Ajrim moddiy emas, ayolim xiyonatman ajratdik. Endi hozir misli bergan 3 farzandim bor, 2 o'g'lim menda. Xo'p. Ajrashganimga 1 yil bo'lyapti. Hozir uylanishim kerak. Hozir mana uyga berilsa 6 oy sud bo'lar ekan. Shunga bir osonroq yo'li bormi bu narsani? Hozir men bolalarga qaraydigan, hozir otangni ham qarib qo'ygan. Hozir 6 oy sud 6 oy muddat berdimi? Ha. Yo'q, deganimki, hozir masalan bitta joyda masalan uylanaman desangiz, ajrim bo'lishi kerak deydi. Biz 1 yil bo'ldi. Hozir bitta qizim unda qolib ketgan. 2 o'g'lim menda. Shunga sudga murojaat qilganmisiz? Shunga yo'q, menga maslahat so'ragan. Men beraman, to'g'risi endi beraman. Shunga ajrimga qanaqadir bir osonroq yo'li bormi buni? Bo'ldi. Sizni masalangiz advokatimizga tushunarli. Hozir qisqacha qilib, batafsil qilib tushuntirib beradilar. Aloqani uzyapman. Ajrashmoqchilar umuman harakat qilmaganlar, lekin ular shunchaki haligi ajrashishgan. Qonuniy tomondan. Agar 1 yildan beri birga yashashmayotgan bo'lsa, orada 3 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, sud tomonidan ajratish ancha qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda sudga murojaat qilish uchun mahalla fuqarolik yig'in tomonidan yarashtiruv komissiyasining xulosasi bo'lishi kerak. Xulosasini olgandan keyingina agar xulosada yarashtiruvda imkoniyati bo'lmadi degan xulosa beradigan bo'lsa, o'shanda sudga murojaat qiladi. Endi sud ko'rib chiqib, agar ajratish uchun asoslar bo'ladigan bo'lsa, yetarli bo'ladigan bo'lsa, 3 oydan 6 oygacha muddat beradi. Muddatsiz ajratib yubormaydi. 10 yil, 15 yil birga yashamasdan ikkalasi ham oila qurib farzand bo'lganlarga ham eng kamida 3 oy muddat beryapti ularga ham. Chunki shunaqa talab qo'yilgan. Bu holat bo'yicha ham birinchi navbatda mahallaga murojaat qiladi. Agar mahalla raisiga xulosa beradigan bo'lsa, chunki bu yerda 3 ta farzand bor-da. Balkim yarashib ketishlari ham mumkin. Shuning uchun bu tomonda mahalla fuqarolik yig'ini komissiyasi ikkala tarafni chaqirib, ikkala tarafni eshitib,
ajrashish uchun asos bormi yoki asos endi xiyonat deyilyapti. Bu tomonlarni komissiya o'zi ko'rib chiqadi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz TV advokat ko'rsatuvdasiz, jonli efirdasiz. Savolingiz bormi? Advokatga savolim bor edi. Marhamat. 2021-yili kvartira sotganman. Xo'p. Endi hozir mana oradan 3 yil muddatdan oshiq vaqt o'tib, yanvar oyida menga Farg'ona shahar davlat soliq qo'mitasidan telefon qilishib, 14 million 265 million qarzdorligingiz bor daromad solig'idan deyapti. Shu masalada 3 yil muddat, davom muddati 3 yil-ku, shu muddat o'tgan bo'lgandan keyin bu bekor bo'lishi mumkinmi? Nimani uyda olganingizdan keyin 1 yil ichida olib sotib yuborganmisiz? O'zi o'rderli uyda yashaganman. Keyin 20-yili xususiylashtirib, 21-yili sotib 2 xonali sotib olganman. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli savolingiz. Aloqani uzyapman, ko'rsatuvni ko'rib turasiz. Xo'p, o'sha soliq qonunchiligida o'tgan haftadagi dasturimizda ham xuddi mana shunday savol bo'lgan. Yozib qo'yilganki, egalik kamida 3 yil egalik qilgandan keyin sotish kerak deyilgan. Agar 3 yil egalik qilmasdan turib sotib yuboriladigan bo'lsa, o'sha oldi-sotdi shartnomasida belgilab qo'yilgan narxda 12% miqdorida daromad solig'i to'laydi. 3 yil oldin deyilyapti, soliq bo'yicha, soliq qonunchiligi bo'yicha da'vo qilish muddati o'sha ilgari 5 yil edi. Endi qanaqadir o'zgarishlar kiritilib, hozir 3 yil degan nima ham bo'lyapti, davom muddati. Agar 3 yildan oshib ketgan bo'lsa, bu fuqaromiz tomonidan nimaga murojaat qilishi mumkin? O'sha soliq undirish bo'yicha talabnoma kelgan bo'lsa yoki qaror kelgan bo'lsa, o'sha hujjatni haqiqiy emas deb topishga sudga murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Sud o'zi ko'rib chiqib hal qilib beradi. Agar davom muddati o'tib ketgan bo'lsa, bekor qilinishi mumkin. Davom muddati o'tmagan bo'lsa, unda qo'llab beradi unda undiruvga. Tushunarli. Biz keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, TV advokat ko'rsatuvida. Marhamat, advokatimizga savolingiz bo'lsa eshitamiz. Men Namangandanman. 1-guruh nogironman. Xo'p. Meni katta o'g'lim meni menga ufajashida menga qaraychi. Xo'p. Shunga mana bola puliga chiqmaydi, ayoli ishlamaydi chiqaydi. Mumkinmi, mumkin emasmi? Shuni oldindan bilib bersalar, 1-guruh nogironman. Bizga qaramog'imda meni nimamda oldin ishlardi, keyin ishlamay qo'ygan. Tushunarli. Muzaffar aka savol. Nimani mumkinmi deb so'radingiz hozir? Bola puliga mumkinmi, mumkin emasmi? U nogironlik pensiyasi to'lanadimi sizlarga? Ha. Bolalarni bola puliga. Nechta farzandi bor? 2 ta. Daromad yo'q-ku. 2 ta farzandi bor. Boquvchisi bormi? Boquvchisi meni nimamda, men 1-guruh nogironman. Siz pensiya olasizmi? Ha, ish staji ketaveradi dedi. Nasrak bo'lmagan unda. Nafaqa olasizmi siz? Ha, Nogironlik pensiyasini olasizmi? ha olaman. Sizdan tashqari yana kim oladi? Kimi nafaqami, oylikmi oladimi? Yo'q. Faqat siz xolos. Ha, men endi ahli ayolim nafaqa oladi. O'zlarining farzandlaringmi yo nabiralaringmi yo? Yo'q, o'zimni farzandim. Ha, demak, ha, 4 kishilar oilada, shunaqami? Yo'q. Necha kishilar? Mayda chuydalar bilan 10 kishiga boramiz-da. Xo'p, tushunarli. Aloqani uzyapman siz bilan. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Vaqtimiz ham juda ham oz qolyapti azizlar. Shuni ham hisobga Bu bo'yicha o'sha byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiladi. Bolalar puli masalasi ular vakolatli hisoblanadi. Endi bitta jami daromadni jam olgan, masalan, 2 ta odamni nafaqasini birlashtirib turib,
o'sha qaramog'idagi nimaga bo'lib chiqadi. Bo'lib chiqqanda o'sha o'zini belgilangan stavkasi bor. O'shandan kam bo'ladigan bo'lsa, unda bolalar puli tayinlanadi unda. Shuning uchun ariza bilan yozma ravishda sabyezdinglarda o'sha yerga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Tushunarli. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib keldi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi payshanba kuni xuddi shu vaqtlarda 18:10 dan boshlab yana jonli efirda ko'rishguncha deb qolamiz. Advokatimiz shu yerdalar. Raqamlarni eslatib o'taman. 91 kodi bilan 657 09 33 raqamlariga telefon qilish imkoniyatiga ham egasiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.